Nimaga yana keldingiz, qoching? Qo'lingdagini qo'y. Mana bu senga. Gullaringiz kerak emas, sizga necha marta aytdim. Kiyurar ekan-da, hadeb uyalmaysizmi? Kiyuradi. Rozal. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi turibsan? Xolam yaxshimi? Yaxshilar, rahmat. Nega qarayapsan? Tushunmadim. Nimaga tushunmading? Nega go'zalga qarayapsan deyapman. Sen nima, men ko'zimni xo'jayinimisan? Qayoqqa qarash mumkin, qayoqqa qarash mumkin emasligini aytadigan? Yaqinda u bilan to'yimiz bo'ladi. Ey, sen nimalar deyapsan, ha? Tilim bor deb hamma narsani gapiraveradimi? Kim aytdi mana senga turmushga chiqadi deb, a? Baribir senga uylanaman. Senga bo'ldi. Nima qilasan? Uylanaman. Sen kirib ketaver bo'ldi. Men o'zim gaplashib qolaman, xo'pmi? Uylanmaysan. Bo'ldi. Qani gapirchi muddaoyini, maqsadingni? Gap. Maqsadim uylanish. Hop. Ko'ngli bormi senda? Ko'ngli bor. Qanaqa to'y gapiryapsan? Gapirishni oldin o'rgan u. U ikkalamiz o'rtamizdagi muammo. O'zim hal qilaman bu safar. Men qara. Bu safar senga yaxshilikcha tushuntiraman. Mana bu gullaring bilan juda ham chiroyli bo'lib turibsan. Borganda yo'lingda uchragan bu kimga berib ket. Tushundingmi? Keyingi safar agar keladigan bo'lsang, sen bilan umuman boshqacha gaplashaman. Bu o'zimni singlim deb bo'lib qolgan qiz. Jon qo'shnim. Tushuntira oldim, ha? Endi borib tuyog'ingni ishqilab, bor. Keyin boshqacha gaplashishim to'g'ri keladi. Bor dedim. Mayli.